Ana bugun biz sizlar bilan va nihoyat nafsning 4-bosqichi an-nafs al-mutmaina, xotirjam bo'lgan, tama qilmaydigan nafs haqida suhbatlashamiz. Bu eng yuksak darajadagi nafslarning bittasidir. Hali eng yuksakiga yetmagan, lekin 4-si o'sha yuksaklik darajasiga yaqinlash degani. Bunaqa darajaga chiqqan nafs Allohga ibodat qilishdan o'zi rohatlanadi. Namoz o'qishim shart, roza tutishim shart, mana shuni qilmasam gunoh bo'ladi degan qo'rquv yo'q. Shunchaki o'zi namoz o'qishdan rohat qilgani uchun, roza tutsa ham maza qilayotgani uchun qiladi bu narsalarni. Bu holat Qur'onning Surai Al-Fajr degan surasida zikr qilingan xotirjam bo'lgan nafs Qur'onda ortiqcha maqtalgan 1-daraja. Xotirjam nafs degan ibora bilan keladi. Sen Rabbingdan rozi holda va uning roziligiga erishgan holda unga qayt deb aytiladi. Bu bosqichda inson haqiqiy ichki tinchlikka erishadi. Bu oldingi bosqichga o'xshab istaklarini bostirgani uchun paydo bo'lgan xotirjamlik emas. Bu yerda qiyinchiliklar bilan qo'lga kiritilgan g'alabalar natijasidagi orom emas. Bu uyg'unlik natijasidagi oromdir. Masalan, siz Allohning holati bilan sinxronlasha boshlaysiz, uyg'unlasha boshlaysiz. Inson shunaqa darajaga chiqib qoladiki, u o'zim xohlamayman deb o'ylagan vaziyatlarda Allohning xohishlarini bajarayotgan bo'ladi. Alloh xohlayotganini u orqali Alloh bajarayotganini ham hatto u sezmay qoladi. Endi u butun borlig'i bilan, butun fe'li bilan, butun istak xohishi bilan Allohniki bo'lib qolgan bo'ladi. Endi uni burch bilan istak o'rtasida ajralish qolmaydi endi unda. Tushunasizmi? Namoz masalan majburiyat emas, u tabiiy istak. Sabr ham o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Sabr qilib qiynalmaydi. Saxovat qilish osonlashadi. Masalan, odamlarga rosa siyli, rahmli bo'lib qoladi. Islom amrlarini bajarish tashqi buyruqlar emas. Qarang, o'sha buyruqlardan qo'rqqan uchun o'sha islomning hamma amrini bajarib yurgani yo'q. Bu insonni ichki mayliga aylanib qoladi, o'zi xohlab qoladi. Qonunlar insonning qalb xohishlari bilan birlashib ketadi. Buni Ibn Arabiy o'sha menni o'limi deb tasvirlaganlar. Insondagi menlik, ego o'layotgani bo'ladi deyiladi. Avvalgi bosqichlarda, masalan, nafs ammora, nafs lavoma masalan, o'sha hamma bosqichlarda siz doim vasvasa, haqorat va shu turdagi holatlarga javoban reaksiya chiqarasiz. Sizda reaksiya bo'ladi. O'shunaqa vaziyatlarda siz albatta javob qaytarasiz. Lekin 4-bosqichda mana shu javob qaytarish yo'q qoladi. Reaktiv anaqa harakat yo'q. Bunaqa hodisalar sodir bo'laveradi sizga nisbatan, yana o'sha haqorat, jahl, g'azab shunaqa bo'laveradi, lekin siz ularga nisbatan juda ham xotirjamlik, ya'ni hissiy bo'ron bilan emas-da, juda ham bir chuqur xotirjamlik bilan javob qaytarasiz. Masalan, kimdir sizni haqorat qilsa, siz jahl chiqib ketib qolmaydi. Jahl yo'q, jahl yengansiz. Siz o'sha odamga aqlan ravshan holatda javob qaytarishingiz mumkin. Pulingizni yo'qotib qo'ydingiz masalan, birdan siz voy shuncha pulim yo'qotdim. Endi nima qilaman degan qanaqadir vahimani o'rniga sizda bir ishonch, bir qanaqadir konkret amaliy vazifalar, nima qilsam qanaqa topaman. Shunaqa qilib paydo bo'ladi, xotirjamlik bilan harakat qila boshlaysiz. Xotirjamligingiz ilohiy sifatlarni shunaqangi chuqur o'zlashtiradiki, ular endi tabiiy ravishda namoyon bo'la boshlaydi. Sabr sizning odatiy holatingiz. Minnatdorlik sizda majburiy emas, balki shunchaki o'zingiz istagingiz. Odamlarga minnatdor bo'laverasiz, hammadan minnatdor bo'lib qolasiz.
hayotni har bitta lahzasini inom sifatida qabul qilasiz. Hozir shu yerda yashaysiz, o'tmishda yoki kelajakda emas, hozirda shu yerda hayotdan zavqlanib, shukur qilib, his qilib yashaysiz. Endi tajribalaringiz ham yaxshi, yomon, yoqimli, yoqimsiz ajramaydi. Hamma tajribalaringizni o'sha hayot yo'lingizda yuz berayotgan voqealarni hammasini shunaqa bo'lishi kerak ekan, taslimman deb, taqdir ekan deb qabul qilib ketaverasiz. Shu bilan birga Ibn Arabiy ochiq aytadiki, bu hali ham menlikdir. Tushunasizmi? Hali sizdagi ego butkul yo'qolmagan, hali ham bor. Shunchaki poklangan va noziklashgan go'zal men. Go'zal, lekin baribir men, go'zal men bo'lsa ham, yaxshi men bo'lsa ham, hali ham meningiz bor. O'sha sizda menga tegishli ayrim ma'lumotlar bor. O'sha ma'lumotlar asosidan chiqib keta olmayapsiz. O'sha ma'lumotlar hammasidan butkul forig' bo'lganda men yuvib ketadi. 4-bosqichda inson shunaqa deyishi mumkin: men tinchlikdaman. Lekin o'sha men tinchlikdaman deyotgan ham o'sha menini bosqichi. Hali ham meni bor. 4-bosqich individual ruhning kamolati hisoblanadi. Ammo 5-bosqichdan 7-bosqichgacha bo'lgan darajalar hatto shu nozik individuallik yana ham ulug'roq bir haqiqat ichida eriy boshlaydi. Tushunasizmi? Uje endi keyingi bosqichga o'tganingizda 5, 6, 7 3 ta bosqich qoldi. Bu bosqichda sizni meningiz ilohiyatda erib yo'q bo'lib ketishga boshlaydi. Siz yo'q bo'lib qolasiz. Men yo'qman, sen borsan deyman-ku, shunga o'tib qolasiz doimiyga. Bunaqa odamlar endi butun atrofdagi insonlarga nisbatan ustoz bo'lib qoladi, yo'lboshchi bo'lib qoladi. Odamlar uni tanlaydi, uni eshitishni boshlashadi, unga ergashishni boshlashadi. Beixtiyor ular o'zidan o'zi yo'lboshchiga aylanib qoladi. Boshqa odamlar bularga intiladi, bularning oldida boshqa odamlar xotirjamlik his qiladi. Odamlar masalan uni chiroyli gapini, chiroyli nutqini, ma'nosini eshitgani kelmaydi, balki qanaqadir ichki bir intilish bilan, intuitsiya bilan his qilib kelishga boshlaydi. Mana shu yerda nimadir ilm bor, mana shu odamni maydonida, mana shu odamga yaqinlashishim kerak deb yaqinlashishga intilib qoladi. Azizlar, mana shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Yana davom ettiramiz. Hali ongning keyingi bosqichlari haqida yana ham kengroq gapirishga harakat qilaman. Azizlar, xayr